Maqsad, harakat, natija. Asosiysi esa taslim bo'lmaslik va to'xtab qolmaslik. Bu gaplar Cambridge o'quv markazi jamoasining ishga bo'lgan munosabatini ko'rsatadi. Biz har yili jamoamiz bilan o'z oldimizga turli xil maqsadlar qo'yamiz va yil davomida harakat qilib natijalarni qayd etamiz. Bu yil ham sarhisob qilish vaqti keldi. Hozir videoda biz siz bilan 2025-yilgi maqsadlar, harakatlar, jarayonlar va natijalarni ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Keling birinchi bo'lib o'quvchilarimizning natijalari bilan tanishib chiqamiz. 2025-yilda o'quvchilarimiz IELTS imtihonidan 500 dan ziyod 7, 7,5, 8, 8,5 natijalarni qo'lga kiritishdi. Yuqori natija uchun deyarli 200 million so'm pul o'quvchilarimizga topshirildi. Bundan tashqari yuqori natija olgan o'quvchilarimizning ustozlariga 170 million so'mlik bonuslar taqdim etildi. O'quv bo'limimizda bu yil barcha dasturlar bo'yicha bir xil sifatni ta'minlaydigan aniq mezonlar tizimi yaratildi va yo'lga qo'yildi. Cambridge o'quv dasturi xalqaro o'quv dasturiga o'tdi va bu orqali ta'lim sifatimiz global standartlarga moslashdi. Xabaringiz bor, O'zbekistonda IELTS imtihonlarida paper based rasman bekor qilindi va CD exam formatiga o'zgardi. Shu sababli o'quvchilarimiz CD mock exam topshirishlari uchun CD mock platformasi yaratildi va onlayn mock topshirish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari esa naqd 3 ta filialimizda CD mock center ishga tushdi. Bularning ikkitasi Novza va Tinchlik filialimizda bo'lsa, bittasi Farg'ona filialimizda ochildi va 2025-yil naqd 1014 ta mock imtihonlari tashkil etildi. Mehnat qilib tirishqoq bo'lgan o'quvchilarimiz Cambridge shopdan turli qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiritishdi va bu yili o'quvchilarimizning motivatsiyasi uchun naqd 480 million so'm ajratdik. 2025-yilda o'quvchilarimiz uchun 121 ta qiziqarli hamda foydali eventlar tashkillashtirildi. Ushbu eventlarimizda 10 ming yaqin talabalarimiz ishtirok etishdi. 2025-yil ham Cambridge o'quv markazimiz kengayishda davom etdi. Bu yil Cambridge Samarqand filialimiz o'z eshiklarini ochdi va hozir yuzlab o'quvchilar tahsil olishmoqda. 2025-yil mobaynida Cambridge oilasi safiga 250 ga yaqin yangi xodimlar qo'shildi va jamoamiz uchun Team App ilovasi ishlab chiqildi. Mijozlarimizga yanada sifatliroq xizmat ko'rsatish maqsadida sotuv bo'limini rivojlantirish va tizimlashtirish uchun 350 milliondan ortiq mablag' sarflandi. 2025-yilda jamoamiz Cambridge loyihasini rivojlantirish bilan birgalikda xalqimiz uchun o'ta muhim bo'lgan Jahon School loyihasini Akfa Group bilan hamkorlikda taqdim etdi. Bu loyiha birinchi yil bo'lishiga qaramasdan salkam 5 oylik muddat ichida o'zida mavjud bo'lgan o'rinlarning 90% ni to'ldirdi va o'z yo'nalishidagi rekord natijani qayd etdi. Bu kabi g'oyalar, loyihalar va natijalarga ezgu niyat, to'g'ri harakat va kuchli jamoa bilan erishish mumkin. 2026-yilda ham bizning jamoamiz siz uchun misli ko'rilmagan yangiliklarni tayyorlab qo'ygan. O'tkazib yubormang. Cambridge, impossible is possible.